Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hammalarga xayrli kech. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu avtobusimiz Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha Toshkent avtovokzalidan harakatni amalga oshirib, hozirda mana xodimlarimiz tomonidan maxsus avtomobilda soprovождение qilib kelindi va hozir Qo'qon chegara bojxonasiga kuzatib qo'yiladi. Ko'rib turganingizdek, yo'llarni tushirib, bozordan tashkillantirib, undan so'ng avtobusdan tekshiruvdan o'tganidan keyin yo'lovchilarimiz yana avtobusga qaytib joylashadi va shundan so'ng Qozog'iston Respublikasi va undan keyin Rossiya Federatsiyasiga kirib borishadi va Moskva shahrining Novosenetskiy avtoshok bekatigacha yetib boradi. Siz ham mana shunday qulay komfort avtobuslarda ketishni niyat qilgan bo'lsangiz, maqsad qilgan bo'lsangiz, bemalol mana shu pastda qoldirilgan telefon nomerlarimizga telefon qilsangiz, bu markazimizdagi qizlarimiz sizlarga javob beradi. Hech qanaqa ortiqcha muammo, hech qanaqa ortiqcha qiyinchiliklarsiz xodimlarimiz va avtomobilimiz, maxsus avtomobilimiz tomonidan soprovождение qilib kelingan holda Qo'qon chegara bojxonasigacha sizlarni kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni yaqinlarga videolarni qarindoshlarimizga, do'st birodarlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Avtobusimiz bo'yicha, korxonamiz bo'yicha yoki umuman mana shunday Moskva shahrigacha yetib borishgacha bo'lgan vaqt mobaynida qanaqadir sizlarga savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada fikringlarni yozishgan bo'lsa, savollar yozishgan bo'lsa, savollar hammasiga javob berib o'tamiz. Albatta shuncha ma'lumot berganimdan keyin albatta like tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin.